Assalomu alaykum hammaga, yaxshimisizlar? Mana Sapinnik ham aniq bo'ldi. Uchichqoq kiymadi bo'yga, uzoqroq yuraversin. Hozir Farruh Radnoy bilan Radnoy qarga ketamiz. Assalomu alaykum. Hozir silka qoldiramiz, arenaga ketamiz. Shu yoqqa takoy press konferensiya bo'ladi. Yengil shumit qilamiz, polni gaz поддержка qilinglar kirib, mana silka orqali YouTube kanali. Yana bitta sizlar yangilik Erki bilan ham shu yoqqa bo'ladi. Hozir Erki bilan boyimizni kelisha olamiz, qachon bo'lishini. Sizlar duoda turinglar, silka qoldiraman. Kirasizlar hozir 15 minutgacha promoy bo'ladi. Nasib bo'lsa Erki bilan ham men ham yutsa, keyingi oila tashkil bo'ladi boy. Endi Toshtar bilan bizani boyni tugatilmagan ish qolganda o'rtamizga. Inshaalloh o'zim tugatib qo'yaman. Sizlar podдержка qilinglar, beg'ini o'zimiz amallaymiz. Hammalaringizga rahmat. Duoda turinglar. 28-chi inshaalloh yuzimiz yorug' bo'lsin. Men ham yutay, Erki bilan Toshtar ham yutsin. Ikkomiz ham yutsa, inshaalloh keyingi turnirga boy bo'ladi.